Kelibsizlar. Bu ko'rib turgan soya salqinli xurmo bog'i Madina shahrida, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yashab o'tgan joylarda bu xurmo bog'ida o'tiribsizlar, xudo xolasa salqinda. Xurmo haqida Qur'onda 20 dan ziyod joyda nozil, ya'ni 20 dan ortiq joyda xurmo haqida oyat kelgan. Xurmolarning turlari juda ham ko'p. Ajva xurmosi ularning ichida farqli hisoblanadi. Ya'ni bu haqida hadis ham bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima deganlar? Ajva sehrdan va zahardan saqlaydi. Kuniga 7 martadan yesa. Ko'rib turganinglar mana xurmo bog'i, mana xurmo bog'ini mana har bitta chiqqan anaqalar turibdi-yu. Shularda mana masalan sahobiylar mana orasidagi anaqalarini chiqarib turib yostiq qilgan. Ko'ryapsizlarmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham ustilariga terini qoplabmi, shunga o'xshab yostiq qilib yotishgan. Shunday zotlar shu arab sahrosida, arab xurmo bog'lari, shu arab joylarida yashab, shunaqa hayotda kun kechirishgan. Endi bizni holatimizni ko'rib qo'ysak bo'lardi. Xo'p, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xurmo iste'mol qilganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xurmo